Assalomu alaykum obunachilarimiz. Anchadan beri video qo'ymagandim va anchadan beri skidka qilmagandim. Skidkani endi dahshati bo'ladi. Kimdirlar 2-3 narsani qo'yib turib skidka bersa, men de 5 ta narsani qo'yib turib skidka beraman. Xo'p, mana blokimizda check penalty 80 tali, eng zo'ri 50 km probeg, 2 ta skaner va prihod uchun skaner va nakleyka chiqarsa ekan printer. Tovarishlar kodini yozib, narxlar chiqazib beraman programmalarigacha. Programmalarni umuman moment qotmaydi, ko'rasiz, ishlashi ham zo'r. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Celeron Entormi Process DDR4. Yo'q, aka menga i5 kerak bo'lsa, i5 ham bor. Xo'p, bu Celeron narxi $479 bo'ladi. Endi i5 ham ko'rsanglar bo'ladi. Ko'la i5 mana blokimizda ko'rayotganimiz i5 3-avlod. Ko'rayotganimiz i5 mana blokimizni ham beryapmiz skidkaga, programmalar ko'rsanglar bo'ladi. Umuman qotishi yo'q. Bemalol ishlaydi. Xo'p, buni narxi mana bloki bilan shu 4-5 ta komplektatsiya bilan $489 bo'ladi. Yo'q, aka menga 2 ta ekranli kerak. 2 ta ekranli ham yo'q. Uni ham skidka berganmiz. Okalar, ko'rayotganimiz endi 2 ta ekranli mana blokimiz, orqasi ham oldi ham 15 diagonali bo'ladi. Ko'rayotganimiz zo'r. Orqasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Okalar, ko'rayotganimiz bu oldi bo'lsa, bu ham orqasi bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bir xil ishlaydi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, okalar, shunga ham 5 ta komplekt qo'shib beramiz. Buni narxi $499 bo'lyapti. Kimga keraksa, pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. 12 ta viloyatda bitta pochtaga chiqarib yuboramiz, Toshkentda esa Yandexga chiqarib yuboramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Programmalar bilan o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat.